bugungi go'zal kechamizni ota-onalarimizning duolari bilan davom ettiramiz. Demak, Davlatimiz markaziga to'yxonamizning barcha oila a'zolarini, qarindoshlarini, yaqinlarini taklif qilamiz. Ulardan chiroyli niyatlarini, izhorlarini qabul qilib olamiz. To'yxonamizning barcha oila a'zolarini, qarindoshlarini, ota-onalarini taklif qilamiz. Otaga. Kelinglar. Mana endi vaqtdan unumli foydalangan holda mana shu kechamizda kichik shahzodasiga Ibrohimjonga qolaversa, mana shu oilani xutlab kelgan butun qavm qarindoshlarimizga, mehmonlarimizga, xizmatlarini qilgan butun aziz insonlarimizga, butun og'aylardan Ro'zbetovlar sulolasidan qabul qilamiz. Kelinglar. Ana endi Qudrat akamizni, Murojaatxon oybekalarimizni, Qadamboy otalarimizni, Dilorom onlarimizni, O'ktamboy otamizni, Tozagul onlarimizni, Zumratjon, Sanobor, Gavharjon, Munavvar ammalarimizni, Jumanazar doilarimizni, Balposhsho xonlarimizni, qolaversa biylarimizni, barcha aziz insonlarimizni bir ketib taklif qilamiz.